Men Husniya Zakirovna, 4 ta farzandli onasi, 38 yoshman va 19 yillik yuqori tajribaga ega fitness trenerman. Sizlarga o'z yo'nalishimni, o'z bilimlarimni bo'lishmoqdaman. Rija bor, protruziya, oyoqlarim qiyshayapti, bo'yim cho'kyapti, badanimda qaqshoq og'riqli bo'ladi, charchoq hissi bo'ladi. Skolioz boshlanganida oyoqlarimizga beradi. Siz mutlaqo tuzalasiz. Yoshim 40 ga yetyapti. O'sha 4 ta farzandli onasi bo'ldim, lekin menda kifoz rivojlanyapti. Grija bor, protruziya, oyoqlarim qiyshayapti, bo'yim cho'kyaptimi, nima bo'layotganini bilmayman. Badanimda qaqshoq og'riqli bo'ladi, charchoq hissi bo'ladi degan ayollarimiz, ha, to'g'ri. Sizlarda bizda skolioz boshlanganida oyoqlarimizga beradi, plaskostopiyalarga beradi. Plaskostopiya asosan tug'ma bo'ladi. U kimlardadir bor, kimlardadir yo'q. Bor odamga skolioz oyoqqa ham og'riq beradi. Skoliozda plaskostopiyasi bor ayollarga ham og'riq beradi. Lekin skolioz faqat oyoqqa U-образный, X-образный, plaskostopiyaga, yelka kifoz bo'lishiga, bo'yin qiyshayishiga, oldiga osilishiga va yuz qiyshayishiga, yuzdagi yuzlarimiz osilishiga va tishimizni oldi tomonga qarab, tepa tomoni yoki past tomoni mana bir-biridan qochib o'sadi. Shu narsalarni sababi bu bizdagi skoliozni rivojlanib ketishi. Biz bularni oldini olishimiz uchun vitaminlarni o'z vaqtida yeyishimiz kerak. Vitamin D3, magniy, kalsiy, sink, bir yilda bitta o'zingizni ta'minlashingiz kerak va taningizdagi ferritinni ham tekshirtirib turishingiz kerak bo'ladi. Bizdagi yod yetishmovchiligi, belok yetishmovchiligi, bularning hammasi sizni shunaqa holatlarga olib keladi va sizda aktivniy hayot rejalashtirilishi kerak. Har kuni ertalab uxlay turib, sport bilan shug'ullanib, belokka boy ovqatlarni, oqsilga boy taomlarni yeyish kerak bo'ladi va uyqu rejimi, kundalik rejimlari, ish rejimi, bularning hammasi sizni harakatingizni qanchalik ko'p oshirishingizga va muntazam fitness bilan shug'ullanishingizga bog'liq bo'ladi. Siz mutlaqo tuzalasiz. Bu narsalar sizdan yuvib ketadi va siz avvalgidek hurliqo qomatga ega bo'lasiz. Agar siz bu ma'lumotlar kamlik qilsa, meni onlayn darslarimga qatnashing yoki offlayn darsimga kelishingiz mumkin. Sizdagi barcha muammoni yo'q qilib tuzatib beramiz. Hattoki gormonlaringizni ham o'z joyiga tushirib beramiz o'rtoqlar. Sizdagi ichki qotishlar, gormonlar normallashishi, insulin choch to'kilishi, hammasini yo'nalishi bor, hammasini o'rgatamiz. Va menga doim koreys mashqlarini tashishadi. Shu mashqlarni qilsam effekt bo'ladimi, foydasi bo'ladimi deysizlar. Albatta foydasi bo'ladi. Mashq zarar tomoni yo'q. Qachonki siz oldin qizib olsangiz, masalan, yarim soat begovoyda yurib olasiz, begovoy doroshkada, yoki yarim soat yurib kelasiz, yoki yarim soatcha 10 minut, 15 minut sakramachoda sakraysiz, yoki 2-3 ta ashulaga o'ynab olasiz. Undan keyin mashqlarni liboy mashq qilsangiz, sizni taningizdagi limfalaringiz uyg'onib olgandan keyin hamma mashqlar sizga effekt beradi. Chunki butun taningiz qizisa, sizda hamma limfalar zo'r ishlasa, ana u joy-joyiga ishlayotgan rezultatlaringiz o'z-o'zidan ko'rinishi boshlaydi va mana bu mashqlarni ham bemalol bajarishingiz mumkin. Men onlayn darsimga qo'shilasizlar. Har oy 15-chislosida yangi onlayn darsim boshlanadi va men sizlarga tug'ruqdan keyin qayta tiklanish, qayta восстанавливать qilishni, figurani korreksiya qilib olish, joyimizga kelib olishni o'rgataman. Va sizlarga pitaniyalar to'g'risida, vitaminlar to'g'risida, intim gimnastika, mix fitness to'g'risida tug'ruqdan keyin bizani hamma yog'imizni, butun tanamizni kollagen yetkazib berib, oqsil yetkazib berib, o'zingizlarni avvalgi jonona holingizga qaytishinglarni o'zim o'rgataman sizlarga.